Avvalgi dasturlarimizda chorrahada turgan Cobalt rusumli avtomashinaning haydovchi va yo'lovchilar o'tiradigan o'rindiq eshiklariga bir necha kishilar tomonidan hujum qilingan holat haqida munosabat bergan edik. O'zaro hurmatni yo'qotib qo'ygan fuqarolar aniqlanib qo'lga olingan va ularga nisbatan qonunda belgilangan tartibda jazo chorasi qo'llanilgan. Huquqbuzarlik bu jamiyat qoidalariga qarshi qilingan oddiy xato emas. U qonun bilan belgilangan chegaralardan ongli yoki beparvo tarzda chiqish. Natijada kimdir zarar ko'radi, tartib buziladi va o'z navbatida unga qonunda belgilangan tartibda chora ko'riladi. Joriy yilning 21 dekabr kuni taxminan soat 23:30 larda Chilonzor tumanidan o'tayotgan asosiy yo'lda tushunarsiz janjal aks etgan video tarmoqlarda tarqalgan edi va holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi tezkor harakatlari natijasida huquqbuzarlar qo'lga olindi. Endi ular bu axloqsiz harakatlar uchun qonun oldida javob beradilar. Pushaymonlik esa qo'shtirnoq ichidagi shovozlarni jazodan ozod eta olmaydi. Biz Sergelidan Durusbekka qarab ketayotdik. 16 mayisdan o'tganimizdan keyin shu yo'limizni siqib boshqa qilib, mashina qilib, o'yin qilib, oynani ochib so'kib tashlashdi. Bir-biringlarni siqmanglar, to'g'ri haydanglar. Bunaqa ish qilmanglar, sho'pirlar bir-birini hurmat qilsin. Oxiri yaxshilik bilan tugamaydi baribir. Biz xulosa chiqarib oldik o'zimiz uchun nima qilish kerak ekan safargisiga. Bunaqa ish qilmaymiz boshqa. Pushaymonmiz, aybimizdan. Xalqdan uzr so'raymiz. O'zimizga kerakli xulosani chiqardik. Bunaqa bir-biriga qo'pol muomalada bo'lish kerak emas ekan. Jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan o'z hissiyotlariga erk bergan fuqarolarga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarligi to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi bilan javobgarlikka tortilgan va ularga nisbatan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Har qanday holatda nafsingiz hissiyot bilan emas, aqlingiz tafakkuri bilan fikr qiling. Bu kun Bekzodjon Zokirov, Baxtiyor Jalilov, Toshkent.